Bunaqa narxga bunaqa uy to'shini topa olmaysizlar. Srochniga 3 xonali uyimiz sotuvga chiqdi. Tayyor 3 xonali uyimiz ham novostroyka, ham tayyor remont mebel texnikalar bilan sotilyapti. Yunusobod 11-kvartalda joylashgan 3 xonali uyimiz umumiy maydonimiz 72 kvadrat metr, tayyor remont, tayyor mebel texnikalar bilan eng keraklisi hamma xonalarimiz alohida joylashgan, hamma xonalarimiz keng. Orientirimiz esa BYD avtosaloni. Etajimiz 9-etaj, 9 etajli novostroyka. Xo'p, bu xonamiz zal. Zalimizning razmeri 3,5 metrga 5,5 metrdan oshadi. Ko'rib turgan hamma mebel texnikalar qoladi. Remontimiz juda ham yaxshi. Arendaga topshirsangiz ham indamay 500-600 dollar arendaga ketadi. Bu yerda podest tarafdan kirilishimiz, prixoshkalarimiz bor. Bu yerda esa spalniy xonamiz. Bu xonamiz ham keng. O'zini bir emas, ikkita visachi balkonimiz bor. Bu yerda spalniy ganturlarimiz qo'yilgan, juda ham yaxshi. Turistlardan konditsionerlarimiz bor. Bu yerda esa bitta detskiy xonamiz. Bu xonamiz ham keng. Razmerimiz 3,5 metrga 4,5 metr. Detskiy kravatlarimiz bor. Xo'p, sanuzellarimiz razdельный. Bu yerda mana hojatxonalarimiz, sanuzellarimiz ham keng. Bu yerda mana hammomimiz joylashgan, steralkalarimiz ham tayyor qo'yilgan. Bu yerda esa kuxnyamiz. Kuxniga turlarimiz qo'yilgan, stol-stulimiz bor. Bu yerda ham o'zining visachi balkoni bor. Eng keraklisi havo aylanishlari juda ham yaxshi. Yozda umuman uyimizda isib ketmaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini uy egalari srochni 76.500 deb aytishyapti. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.